Assalomu alaykum. Dubay vaqti bilan soat 8dan 6 minut o'tdi. Ya'ni kechki 8. Biz registratsiyamiz boshlandi. Xudo xolasa registratsiyadan o'tib Toshkentga yo'l olamiz. Vaqt turinglar. No, it's not the nice, like for example, $99 and for Michael Kors. Spirtli ichimliklar sotilar ekanda. Shunaqa qilishganki, odamlar shularni ichidan yurib o'tsin deb qilishganda. Sababi qiziqib sotib oladi. Spirtli ichimlikdan boshqa narsalar ham demoqchi bo'ldim. Shuni sotib olishsin degandaqa degan maqsadda shu yo'lni shu savdo bo'ladigan joyda ichidan o'tkazgan. Odamlarga qulaylik bo'lsin deb anaqa qilishdan qo'yib qo'yishdi. Eskilar. Charchagan bo'lsangiz, ustiga chiqib olasiz, bo'ldi ketdi, o'zi olib ketaveradi. Bilmaganlar uchun endi bilganlar ozgina bilamiz buni deb yuborishlari mumkin. Bu bilmaganlar uchun. Aeroportda shunchalik narsa qimmatki. Oddiy bir 05 suv olaman dedim. $3 ham 15. Bizi pulga 36.000, 39.000 bo'ladi. Nayloj. Shunga majbur ekanmiz. Doktorasini